bilan boshlaymiz. Kecha tayyorlagan rasmlarimizni ko'rib chiqamiz hozir. Kecha nimalar tayyorladik o'zi? Kecha o'sha realistik rasmlar tayyorladik. Bugun o'sha realistik rasmlarni videoga aylantirishni, uni video rolik qilishni o'rganishimiz kerak edi. Xo'p, o'rtoqlar, men sizlarni ko'p kuttirmaslik uchun, ko'p vaqtlaringni olmasligim uchun mana rasmlarni tayyorlab oldim. Bizda o'sha kiyim uchun tayyorlagandik kecha, kiyim uchun mana o'zim uchun har xil kadrlar tayyorlab oldim. Mana shu kadrlar bilan sizlar bilan bugun video tayyorlashni o'rganamiz. Hamma o'zidagi bor videodan foydalanishi mumkin. Men hozir buni guruhga ham tashlab qo'yaman. Xo'p, hozir. Agar kimdadir rasm bo'lmaydigan bo'lsa, o'zining rasmi bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu rasmlardan bemalol foydalansa bo'ladi. Hozir buni guruhga tashlayman. Xo'sh. Kecha efirga kirganlar o'zini rasmidan qilsin. Kecha efirga kira olmaganlar hozir mana sizlarga kanalga, Telegram kanalimizga rasmlarni tashlayman. Mana shu rasmdan foydalanib, video tayyorlashni o'rganib, jarayonda siz ham birga men bilan ortimdan qaytarib qilib ketsangiz bo'ladi. Telefondan tayyorlasa bo'ladi. Albatta telefondan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Muammosi yo'q. Agar Metaga kiradigan bo'lsangiz, Instagram bilan birga integratsiya qilingan kirib olasiz. Agar Grokdan foydalanadigan bo'lsangiz, o'zingiz emailingiz bilan kirib olsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Mana rasmlarni tashladim. Xo'p, o'rtoqlar, kecha gaplashgandik sizlar bilan. Bizda eng muhim asosiy chastlardan bittasi bu to'g'ri prompt yozish. Xo'p, to'g'ri prompt yozish bosqichiga kelgandan keyin biz bunda ChatGPT dan foydalanamiz. Rasm generatsiya qilganimizda ham, video generatsiya qilganimizda ham biz to'g'ri prompt yozdirish uchun ChatGPT dan foydalanamiz. Shuning uchun mana agar siz kecha rasm generatsiya qilgan bo'lsangiz, o'sha rasmni mana hozir sizlarga ko'rsataman, yuklab olasiz birinchi. Xo'p, hozir bitta rasmni hozir yuklab olamiz. Masalan, mana shu rasmni videoga o'girmoqchiman. Nima qilamiz endi? Siz o'zingiz rasmingizni qilsangiz bo'ladi. Mana shu rasmni men videoga aylantirmoqchiman. Bu rasmni videoga aylantirish uchun birinchi shu rasmni ChatGPT ga qo'shib olaman, ya'ni ChatGPT ga yuklab olaman. ChatGPT ga yuklaganimdan keyin kecha sizlar bilan prompt yozish bo'yicha gaplashdik. Aynan rasmga prompt yozish uchun. Bunda video uchun prompt yozish ozgina boshqacharoq, sizlarga tushunarli tarzda hozir o'zim mayda bosqichlargacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi nima qilamiz? Maqsadimiz nima? Bu rasmni qanaqa qilib harakatga keltirmoqchimiz? Bu yoqqa yozamiz. Men shu rasmni yana bitta narsani aytib ketaman. O'rtoqlar, o'zbek tilida bemalol yozsangiz bo'ladi. O'zbek tilida yozasiz. Hozir u yoqda ingliz tiliga tarjima qilishi, ingliz tiliga o'girib videolarga keltirishni sizlarga tushuntirib beraman. Men shu rasmni videoga aylantirmoqchiman. Birinchi aniq maqsadimiz yozamiz. Videoga aylantirmoqchiman. Xo'p. Endi videoga aylantirmoqchiligimni aytdim. Nima qilsin bolakay? Bola kuladi. Bola kuladi va kamera sekin bolaga yaqinlashadi. Qisqacha nima xohlayotganingizni tushunib olasiz. Misol uchun aytishingiz mumkin, sizda qanaqadir kiyim reklamasi yoki produkt reklamasi bo'ladigan bo'lsa, produktni o'sha ko'taradi, ya'ni o'zingiz rasmingizdan kelib chiqib bu yoqni yozsangiz bo'ladi. Xo'p, bizda hozir mana shuni o'zi yetadi menga. Misol uchun men xohlagan narsa shu. Mana shu videoni aylantirmoqchiman. Bola kuladi va kamera sekin bolaga yaqinlashadi. Endi shu ma'lumot asosida shu rasmni videoga aylantirish uchun ingliz tilida prompt yozib ber. Prompt yozib berdi. Bitta yuboramiz, bizga o'zi tayyor prompt chiqarib beradi. Aynan mana shu rasmdan kelib chiqib, biz bergan kontekst, ya'ni biz bergan ma'lumotdan kelib chiqib, bizga prompt yozib beradi va biz bu promptni yuklab olsak bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, ekran hammaga ko'rinyaptimi? Ekran ko'rinyaptimi hammaga? Mana bizga berilgan prompt yuklab olamiz. Prompt yuklab olganimizdan keyin nima qilamiz? Endi mana rasmni oldik, prompt yozdirdik. Prompt yozdirgandan keyin videoga aylantirishimiz kerak. Endi biz o'sha sizlarga berilgan saytlar, u Grok bo'lishi mumkin yoki Meta bo'lishi mumkin yoki o'sha Akul bo'lishi mumkin, liboy sayt. Sizlarga berilgan sayt o'zingizdagi bor videoga aylantirish uchun mumkin bo'lgan sayt. Misol uchun Meta.
Metaga kiramiz. Metaga kirganimizda mana shunaqa oyna turadi. Kompyuterdan kirsa, telefondan kirsangiz ham bo'ladi, uni muammosi yo'q. Kirganingizda plus belgisi bor mana bu yoqda. Plus belgisini bosasiz. Plus belgisini bosgandan keyin create bo'limi chiqadi. Aynan mana shu create ni bosasiz. Keyin bu yoqda mana describe your animation degan tepada upload image degan bo'limi bor. Upload image ga kirib, qaysi rasmni harakatga keltirmoqchisiz? Biz mana shu rasmni tanlagandik, mana birinchi rasmimiz. Shuni tanlaymiz. Rasmni yuklab olganimizdan keyin ChatGPT bizga yozib bergan ingliz tilidagi prompt bor-ku, aynan ana shu promptni bu yoqqa tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin mana bu yoqda o'zi video bo'limi turibdi va bu yoqqa animate tugmasini bosamiz. Endi bu bizda hozir ozgina tayyor bo'lish jarayoni bo'ladi. Internetimiz yaxshi ishlayotgan bo'lsa, ozgina kutib turamiz, videomiz tayyor bo'lguncha. Endi Grok'ga o'tamiz. Grok'da ham xuddi shunaqa. Misol uchun bu yoqda image bo'limiga bitta o'tib olamiz. Image bo'limida mana ko'rib turgan bo'lsangiz, image bo'limi bor. Mana shu image ustiga bosadigan bo'lsangiz, bu yoqda formatlar bor. Sekundi bor. 6 sekund bo'lsinmi videoyingiz, 10 sekund bo'lsinmi? O yüzden kelib chiqib tanlasangiz bo'ladi. 6 sekund bizga normal yetadi. Keyin bu yoqda aspect ratio deb yozib qo'ying. Ya'ni bu nima degani? Videoning formati qanaqa bo'lishi kerak? Instagram formatimi, YouTube formatimi yo 1:1 kvadratli formatmi? Bizga hozir 9:16, ya'ni Instagram format kerak bo'ladi va bu yoqda biz yana upload fayl qilib qaysi rasmni videoga aylantirmoqchimiz, o'shani yuklab olamiz. Upload faylni bosamiz va bu yoqda biz birinchi rasmimizni yuklab olamiz. Aynan bu tekin versiya. Siz bemalol tekin versiyadan foydalanib ham video qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqqa promptimizni yozsak bo'ladi. Prompt yozamiz. Xo'p, keyin bitta bosamiz. Prompt yozganimizdan keyin mana bu yoqda ham ozgina jarayon ketadi. Endi Meta'ga o'tamiz. Bizning videomiz tayyor bo'ldi. Meta'dagi videomizni ko'rib turamiz endi. Xo'p, mana. Labi. Sekinroq tushuntiring ekan. Sekinroq tushuntiryapman. Tez ketyapmanmi? Tez ketib qolamiz. Bo'ldi, sekin tushuntiraman bo'lmasa, sekinroq tushuntiraman. Kim qayerda qolib ketdi? Yana bitta hozir takrorlab o'taman. Mana. Birinchi ChatGPT ga kirdik. ChatGPT ga kirib, rasmimizni qanaqa videoga aylantirmoqchimiz? O'shani yoza olamiz. Misol uchun aytaylik, qanaqadir mahsulot qilayotgandirsiz, qanaqadir insonni qidirmoqchisiz. Harakat qanaqa bo'lsin, ya'ni bu yoqda asosiy videoga aylantirayotganimizda uni harakati qanaqa bo'lsin va kamera harakati qanaqa bo'lsin. Misol uchun kamera yaqinlashyapti, kamera uzoqlashyapti, kamera 360 gradus aylanyapti yoki misol uchun orbit deyiladi, ya'ni orbit kadr bo'lib yaqinlashyapti. Mana bunaqa holatda yaqinlashishi mumkin. O'shani o'zbek tilida tushuntirib olasiz. Ya'ni qanaqa harakat bo'lyapti. Misol uchun sizning modelingiz yurib kelayotgan bo'lishi mumkin yoki uchib ketdi deyishingiz mumkin. Ya'ni u o'zingizni fantaziyangizdan kelib chiqib, o'zingizning ideyangizdan kelib chiqib, xohlagancha qilishingiz mumkin bo'ladi. Va keyin bu yoqda mana platformalar berilgan sizlarga. Grok, Meta istalgan AI bo'lishi mumkin. Istalgan AI ga kiramiz. Kirganimizdan keyin o'sha jarayon, ya'ni kirganimizdan keyin rasm yuklaymiz. Rasm yuklagandan keyin prompt bosamiz. Mana bizni Meta AI da chiqqan videomiz. Bo'ldi, mana shu joygacha kimda chiqdi, ya'ni kimda o'xshadi? Ekran qotib qolgandi. Bo'ldi, mo'masa ekran qotib qolgan bo'lsa, yana qayta tushuntirib beraman, chunki bugungi darsdan maksimal darajada foyda olib ketishlaring kerak. Sizlar endi mana hozir bitta video tayyorlab ko'rdik. Shuni tashlanglar, kimda qanaqa natija chiqdi, men o'zim ko'rib chiqaman. Xuddi shu jarayon Gemini'ga rasm yuklaysizda, nima harakat qilishini aytasiz, ingliz tilida yozib berishini aytasiz, bo'ldi. Chunki ChatGPTda cheklov bor. Rasm generasiya qilganingizda ham yoki rasm yuklaganingizda ham sizda nechtadir rasmdan keyin cheklov bo'lib qoladi. Shuning uchun agar siz tekin versiyadan foydalanayotgan bo'lsangiz, agar sizda qotib yoki rasm qabul qilmaydigan bo'lsa, Gemini'dan prompt yozdirsangiz ham bo'ladi. Jarayon bir xil. Plusni bosamiz, add files bosamiz. Add files bosgandan keyin bitta rasm tanlab olamiz. Qaysi rasmni animatsiya qilmoqchimiz? Xo'p, endi mana biz orqadan kadrni mana shu kadrni qilmoqchimiz. Endi mana rasmni ChatGPT bo'lsin, Gemini bo'lsin yuklab olganimizdan keyin qanaqa harakat qilishini bu yoqda tushuntirishimiz kerak bo'ladi. O'zingiz fantaziyangizdan kelib chiqib, o'zingiz qaysi rasmni videoga aylantirayotganingizdan kelib chiqib buni yozsangiz bo'ladi. Xo'p. Misol uchun men bu rasmni qanaqa videoga aylantirmoqchiman. Endi bu rasm uchun video qilmoqchiman. Mana bitta chat ochasiz-ku, bitta chat ochganingizdan keyin tushuntiraman. Men maqsadimni tushuntirayotgandim-ku boya.
Xuddi o'sha maqsadni yana qaytadan tushuntirib o'tirishim shart emas. Endi bu rasm, ya'ni endi bu rasmni ketganingizdan keyin tepada istoriya qoladi, bizda gaplashgan tariximiz qoladi. O'shandan kelib turib pastdagini yozib beraveradi. Endi bu rasmni videoga aylantirmoqchiman. Bola to'g'riga qarab sekin qadamlar bilan yuradi, misol uchun. Kamera esa bolani ortidan trekking deyiladi. Ya'ni trekking qilish degani o'sha bola yurgan bo'lsa, uni orqasidan trekking qilib yurish deyiladi. O'zbek tilida aniq hozir so'z esimga kelmayapti. Trekking qilish, ya'ni o'sha orqasidan yuradi kamera birga. O'shanaqa ortidan trekking qilib yuradi. Xo'p, shunga moslab yoz endi deyman. Endi yuboraman. Mana mohiyat qanaqa, logika qanaqa? Mohiyat bizda shunaqaki, rasmni yuklaysiz. Rasmni yuklagandan keyin u qanaqa video bo'lsin, o'sha videoni o'zingizning tasavvuringizdan kelib chiqib, xohlasangiz bola uchib ketsin yoki bola qanaqadir nimagadir aylanib qolsin, hayvonga yoki nimagadir aylanib qolsin, o'zingizning fantaziyangizdan kelib chiqib u yog'i. O'zbek tilida yozasiz, ingliz tilida prompt yozib olasiz. Sizga prompt chiqarib bergandan keyin promptlarni olasiz mana. Prompt olganingizdan keyin prompt copyright qilasiz. Copyright qilgandan keyin bu yoqqa saytlarga o'tamiz. Misol uchun, yana metaga o'tdik. Metaga o'tganimizdan keyin mana bu yoqda mana bunaqa oyna chiqadi. Create bosib qo'yamiz. Create bosganimizdan keyin bu yoqda mana ko'rgan bo'lsangiz, image bo'limi bor, ya'ni rasm funksiyasi bor. Bu rasm funksiyasi bilan siz prompt yozib rasm generatsiya qilishingiz mumkin. Endi bu yoqqa videoga o'tib qo'yadigan bo'lsak, bu yoqda upload image chiqadi. Ya'ni o'sha qaysi rasmni videoga aylantirmoqchimiz, o'sha rasmni bu yoqqa yuklaymiz endi. Biz mana bu kadrda videoga aylantirmoqchi edik. Shuni yuklab olamiz. Buni yuklab olganimizdan keyin mana bu yoqda describe your animation, ya'ni sen o'zingning o'sha animatsiyangni tasvirla, qanaqa harakatda bo'lsin deb bizdan so'rayapti. Mana shu joyiga biz prompt yozishimiz kerak bo'ladi. O'sha ChatGPT dan olgandik-ku boya prompt. ChatGPT da copyright qilgandik. O'sha copyright qilgan promptimizni bu yoqqa yuklaymiz. Va yana animate tugmasini bosamiz. Grok ishlatadiganlarda ham xuddi shu jarayon bo'ladi. Birinchi o'rinda rasm yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yoqda image bo'limi bor. Imageni videoga o'tkazib qo'yamiz. Keyin bu yoqda upload file bo'limiga kirib, o'sha biz, ya'ni mana bu kadrimizni videoga aylantirmoqchi edik. Mana shu videoni, mana shu rasmni bu yoqqa yuklab olamiz. Mana mohiyat bir xil. Rasm qilasiz, video qilasiz, prompt yozasiz, bo'ldi. Xo'p, biz bu yoqqa promptimizni yozamiz. Prompt yozgandan keyin bitta yuborish tugmasini bosib qo'yamiz. Ozgina vaqtdan keyin bizga tayyor videoni chiqarib beradi. O'rtoqlar, endi tushunarli bo'lyapti mana. Ikkita sizlar bilan video tayyorlab ko'rdik. Tushunarli bo'lyaptimi va kimda qanaqa natija chiqdi? Bitta tashlanglar qani endi. Xo'p. Ujum mana kanalga tashashibdi. Ko'pchilik qilgan videolarini tashashibdi. Zo'r, vashshi zo'r, juda ham zo'r. Men bu kadrdan ko'rsatsam bo'lar ekan, auditoriyaga ko'rsataman. Bu Telegramdan kirib hozir mana. Sizlarga ham ko'rinarli, tushunarli bo'lish uchun bu yoqdan kirib olaman. Mana o'zim bergan rasmlardan foydalanib ham qilishibdi o'quvchilar. Zo'r mana. O'zingiz harakatni o'z yozganingiz to'g'ri. Misol uchun mana shu harakatni o'z yozgan bo'lsangiz kerak menimcha. Hamma o'zining ideyasidan kelib chiqib bemalol yozsa bo'ladi. Hozir mana bu yoqda yana bitta o'quvchimiz tashashibdi. Ana zo'r. Harakat, ya'ni mana bitta rasmdan har xil harakat chiqarish mumkin. Ko'rdingizmi? O'zingiz fantaziyangizdan kelib chiqib, o'zingizni nima deydi? Hayollaringizdan kelib chiqib bemalol prompt yozsangiz bo'ladi. Gapimni ham esimdan chiqarib qo'yapman-da, kulmanglar. Mana bu qizni ko'ramiz endi hozir. Mana bu qizimiz ham yuribdi. Xuddi modellarga o'xshab yuribdi, qaranglar. Bu bilan o'zingiz bemalol brendingizga moslab, o'tgan safar mana o'tgan darsimizda kiyim kiydirishni o'rgangandik-ku. O'zingizni bemalol mana brendingiz bo'ladigan bo'lsa yoki o'zingiz, bizda hozir qizlar ko'p kuzatyapti. Qizlar nimani yaxshi ko'radi? Kiyimni yaxshi ko'radi. Kiyimni kiyib ko'rish kerak. Ya'ni onlayn formatda o'zingiz kiyimni kiyib ko'rib, qanaqa turishini ham ko'rib, videolarga aylantirib bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi, uni sotib olishdan oldin. Zo'r mana ko'pchilikda chiqibdi. Endi davom etsak bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi o'rtoqlar? Tushunarli bo'lyaptimi?
Akolda ham o'rgating. Akol bo'ldi. Mana hozir endi bitta yana prompt yozdiramiz. Akolda ham qilib ko'ramiz. Chunki mana biz o'zi 9 ta rasm tanlab olganmiz. O'sha rasmlarni hammasini o'zi video qilishimiz kerak edi. Sizlarga ham tushunarli bo'lishi uchun hozir Akolga ham kirib o'rgatib ketaman uni ham. Mana logika bir xil. Qaysi rasmni videoga aylantirmoqchisiz? Misol uchun hozir bu yerda men rasm tanlab olaman. Qaysi rasmni aylantirish kerakligini. Misol uchun mana shu rasmni videoga aylantirmoqchiman. Videoni ChatGPTga, rasmni ChatGPTga tashlaymiz va prompt yozdiramiz. Endi bu rasmni videoga aylantirmoqchiman. Videoga aylantirmoqchiman. Bola tabassum qiladi va oldinga yurishni boshlaydi. Kamera esa bola bilan birga trekking qilib keladi. Mana o'rtoqlar, qisqacha nima bo'lishini yozib olasiz. Agar siz ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, ChatGPT ham shart emas. Ingliz tilida yozsangiz ham bo'ladi, misol uchun. Endi buni yuboramiz. Yuborganimizdan keyin bizga o'sha o'zimizni yozgan ma'lumotimizdan, o'zimizni bergan unga so'rovimizdan kelib chiqib bizga prompt yozib beradi. Mana bu yerda biz promptimiz yozib beryapti. Ko'pchilik o'xshadi deb yozishibdi, zo'r. Hammada o'xshayotgan bo'lsa, xursandman. Endi mana endi boyagi 3-saytimiz bor-ku, Akol. O'shanda qanday qilish ko'rsatib ketaman. Mana promptni kopirovat qilib olamiz birinchi. Prompt bizga berildi. Prompt kopirovat qilib oldik. Endi biz saytimizga kiramiz, ya'ni o'sha Akol saytiga. Akol saytiga kirganimizda mana bunaqa oyna chiqadi. Xo'p, bu yerda mana kredit bo'limiga kirsangiz, bu yerda mana hozir 117 ta coin turibdi. Kirganingizda sizga tekin foydalanishingiz uchun 200 ta coin beradi. Bemalol o'shandan foydalansangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerda video bo'limi bor. Hozir ekranda ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Bu yerda mana video, image, audio, live qanaqa nimasidan foydalanmoqchisiz? Rasmga narsa qilmoqchimiz, videoga narsa qilmoqchimiz deyapti. Ya'ni biz videoga narsa qilmoqchimiz. Endi biz videoga narsa qilmoqchimiz. Videoni bu yerda yana yozib qo'ygan. Tekstni videoga aylantirmoqchimisan, videoni videoga aylantirmoqchimisan yoki rasmni videoga aylantirmoqchimisan deyapti. Bizga qaysi biri kerak hozir? Rasmni videoga aylantirish kerak. Shuning uchun mana image to video, ya'ni rasmni videoga aylantirish bo'limini tanlaymiz. Xo'p, endi bu yoqqa kirganimizdan keyin mana start frame, bu yoqda Akol basic, ya'ni o'zinikini tanlagan, ya'ni model, qanaqa modelda animatsiya qilsin deyapti. Sun'iy intellekt bilasizlar, har xil toollar bor. Buning ichiga kiradigan bo'lsangiz mana OpenAI, Sora bor, Google Veo bor, Kling bor, misol uchun. Ko'p toollar bor, lekin ularni sotib olishing kerak deyapti. Ya'ni biz hozir tekinni qilmoqchimiz, faqatgina Akolni o'zida qilmoqchi bo'lsang, tekinga qilsang bo'ladi deyapti bu. Xo'p, endi start frame, boyagidek start frame bosamiz. Start frame ga upload image qilib, xuddi Grok bilan metoda qildik-ku, o'shanga o'xshab qaysi rasmni videoga aylantirmoqchi edik, o'shani yuklab olamiz. Mana bu rasmni biz videoga aylantirmoqchi edik. Endi bu yerda so'rayapti, rasmingni HD formatga o'tkazaymi yoki sal ozgina sifati pastroq holatda ham qilaverasanmi deyapti. Agar HD ni bosadigan bo'lsak, sraz bizga pulligini sotib olib o'tib ketadi. Bizga pulli kerak emas. Shuning uchun mana downscale и continue, ya'ni mayli bizga kachitasi sal pastroq bo'lsa ham davom etaveraylik deb bosib yuboramizda, keyin ketamiz. Mana rasmni yukladik. Rasmni yuklagandan keyin bu yerda mana o'zi prompt yozib qo'ygan. Biz buni o'chirib tashlashimiz mumkin. O'zimizni promptimizni yozib olish uchun. Mana o'zimizda boyagi ChatGPT yozib bergan promptni olamiz. Keyin bu yerda nechta video chiqarib bersin bizga. Faqatgina tekin versiyada bitta chiqarib berar ekan. Endi shu bittada turadi. Sekundi mana 5 sekund bo'lsinmi, 10 sekund bo'lsinmi? Tekin versiyada faqatgina 5 sekund chiqarib berar ekan. Shuni bosib qo'yamiz. Keyin bizda generate bosadigan bo'lsak, mana bu yerda formati bor. 4K bo'lsinmi, 1080 bo'lsinmi yoki 720 bo'lsinmi? Formatlari bor. Agar biz 4K formatda bo'lishini xohlasak, bizda 8 ta coin olar ekan. O'zi bizda 200 ta coin berardi-ku, 5 sekund videomiz uchun 8 ta coin olar ekan. Biz bemalol mana shundan foydalanishimiz mumkin. Endi generate tugmasini bosamiz. Generate tugmasini bosganimizdan keyin bu yerda faqat mana yozgan don't waste 45 minutes in the queue, ya'ni 45 minut vaqtingni sarflamagin, bizga pulligini sotib olgin deyapti. Ya'ni bizda hozir pulini sotib olish shart emas, ya'ni 45 minut kutishimiz ham shart emas. Ungacha boshqa sun'iy intellektda qilib tursak ham bo'ladi. Bu unaqa darajada ko'p, ya'ni 45 minut vaqt olmaydi, tezroq qilib beradi, lekin tekin versiyada qilayotganligimiz uchun ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun agar Grok yoki metoda qiladigan bo'lsangiz, yaxshiroq chiqadi videolaringiz.
Xo'p, xuddi shuni grokka ham bitta tashab qo'yamiz. Xo'sh. Xuddi o'sha jarayon, mana grokka ham boyagi rasmimizni yuklaymiz. Qaysi rasmni videoga aylantirmoqchi edik? Bizda mana shu rasm bor edi. Xo'p, shu rasmni yukladik. Bu yoqda type prompt bo'limiga o'sha copyright qo'ygan promptimizni qo'shamiz. ChatGPT dan olgan promptimizni va yuborish tugmasini bosamiz. Ozgina kutganimizdan keyin rasm tayyorlab beradi. Predmetlarni gapirtirishni o'rgating. Bo'ldi, hozir mana shu jarayonni hamma o'rganib olsa o'rtoqlar, sizlar tezroq qila olgan bo'lsalaring, bu yoqda ko'pchilik yosh katta insonlar ham bor ekan, ko'pchilik tushunmay qolayotgan ekan. Shuning uchun hammaga manfaatli, hammaga foydali bo'lish uchun maksimal darajada mayda detallarigacha kirib tushuntirishga harakat qilyapman. Mana bu yoqda chiqibdi bizning videomiz, akolda ham tayyor bo'libdi. Mana. Bu yoqda ham videomiz tayyor bo'libdi. Ko'rdingiz, jarayon mana. Uchala sun'iy intellektda ham tekin versiyalari bor. Akolni so'raganlar, ko'rdingizmi akolda? Degan joyiga bizning rasmimiz keyin bu yoqqa yuklanadi. O'rtoqlar, endi buni kimga qiziq, to'liq video holiga keltirishni o'rganamizmi yoki buyumlarni gapirtirishga o'tib ketamizmi? Izohlarda yozinglar. Agar yo'q, bo'ldi, bu yoqqa kerak emas, qiziq emas degan bo'lsangiz, buyumlarni gapirtirishga o'tib ketamiz. To'liq video qilish. Bo'ldi o'rtoqlar, ichimizda ko'pchilik keyingiga ham o'ting deyapti, lekin bu yoqda to'liq video qilishni ham o'rgating deganlar bor ekan. Shuning uchun qisqacha bitta tushuntirib o'tib ketaman. To'liq video holatga keltirishni mana. Rasmlarimizdan video holatiga keltirib oldik. Video holatiga keltirib oldik. Endi misol uchun kompyuterda ishlayotgan bo'lsangiz, kompyuterda montaj programmangiz bo'lsa, istalgan o'zingiz montaj programmangizda qilsangiz bo'ladi. Yoki telefonda, hozir men telefonimni ulab berishadi bu yoqda. Telefonda sizlarga qanaqa qilib to'liq rolik holatiga keltirishni sizlarga tushuntirib beraman. Hozir musiqani tashab qo'ydim. Siz ham meni ortimdan qaytarib videoni tayyorlang. Natijani ko'rishimiz kerak, qanaqa bo'ldi. Mana shu musiqani tashab oldik. Endi buni montaj qilib chiqamiz. Musiqani o'zimizga yoqqan joyini tanlab olamiz. Hali ko'p jarayonlar bor. Bularni ham sizlarga bugungi darsda o'rgatishim kerak. Misol uchun musiqani tanladik. Bizga videoni qaysi joyi kerak? Misol uchun mana shu joyga kerak. Переходlarni qo'yamiz. Misol uchun bu yoqda переходlarni qo'yib, o'rtoqlar qisqa-qisqa tushuntirib ketyapman sizlar so'raganliklaring uchun. Buni yana ham o'tirib, professional qilib, juda ham zo'r qilib rolik qilishim mumkin. Siz ham imkon darajasida harakat qiling, zo'r videolar qilib kanalga tashlashga. Переходlar qo'yishingiz mumkin mana. Bizda asosiy bu yoqda maqsad shu kiyimni ko'rsatib berish bo'lganligi uchun oldidan bitta kadr, orqadan bitta kadr va bolaning emotsiyasini ko'rsatish uchun mana yaqin plandagi bitta kadrini qo'yib, o'rtaga bitta переход qo'yib yuboramiz. Mana. O'rtoqlar, ko'rdingiz, bu yoqda tezlikda bo'lgan jarayonni sizlarga ko'rsatdim. Aynan mana shunaqa usulda bitta to'liq video rolik holatiga keltirasiz. Kimda rolik tayyor bo'ldi, endi izohga tashlang, keyingi qismga o'tamiz shundan keyin. Aynan siz kutgan va men kutgan o'sha predmetlarni, tana a'zolari bo'lishi mumkin, kitob bo'lishi mumkin, istalgan narsani gapirtirishni sizlar bilan bugun hozir o'rganamiz. Kimda qanaqa natijalar chiqdi? Aynan mana shu jarayongacha bo'lgan natijalarni bo'lishing, hammani ishlarini ko'rib chiqaman. Grokning ilovasi ham bormi deb yozishibdi. Grokning ilovasi ham bor. Uni bemalol kirib yuklab olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, videolarni ko'rishim kerak o'rtoqlar. Kimda qanaqa natija chiqdi? Tayyor videolarni bitta kanalga tashlang. O'zi o'xshadimi? Kimda o'xshadi? Mana kanalga tashlashyapti Telegramimizga, hozir ko'rib chiqamiz. Meta AI da qilishibdi bu videomizni. Yana kimda qanaqa jarayonlar, qanaqa natijalar chiqdi? Qani tashlaymiz. Bu yoqda mana tashlashyapti ko'pchilik videolarini. Zo'r. O tug'ilgan kun uchun qilishibdi videoni, zo'r. Aynan men tashlab bergan videoni ham qilishibdi, ya'ni men tashlab bergan rasmdan foydalanib ko'pchilikda videolar zo'r chiqqan.
O, gap yo'q, zo'r. Mana men hamma ishlarni ko'rib chiqyapman. O, zo'r. Bittasi osh yediribdi mana hozir. Ekranda ko'rsatsam bo'ladimi? Telefonda ko'rsatsam bo'ladi. Xo'p, kompyuterda ulasak bo'ladimi ungacha? Telefonda ko'rsatgancha, kompyuterga o'tamanda keyingi jarayonda. Kompyuter ulab tursak, men telefonda hozir natijalarni ko'rsatib turaman. Xo'p, mana ko'pchilik tayyorlabdi videolarni, sizlarga ko'rsatib beraman, ko'pchilik. Zo'r, roliklar ham tayyorlashibdi o'zi, mana rasmlardan foydalanib, videolar qilib, ovozi ham bor ekan. Qila olmagan hamma narsani Ovozlar qo'yib, zo'r. Natijalar zo'r, super. Mana hozir yana bitta o'quvchimizni ishini ko'ramiz. Bu ham kiyim brendiga moslab qilishibdi menimcha. Zo'r, ko'pchilikda natijalar zo'r. Aynan bugungi darsdan ko'pchilik natija ola olibdi. Shuni yozib olsa bo'ladimi? Xo'p, Odina Ernazarova ismli ishtirokchimiz ham qilgan ekanlar. O, vashchi zo'r, mana metada qilishibdi, chotki chiqibdi video. To'g'ri, kamchiliklari bor, yo'q emas, lekin bu kamchiliklarni to'g'rilasa bo'ladi. O, zo'r. Videolarni tashlashyapti. Mana bu bitta o'quvchimiznikini ham ko'rib chiqamiz. Bizni efirimiz tayyormi, kompyuterimiz? Bo'ldi, mana shu oxirgi videoni bitta ko'raman. Zo'r chiqibdi, mana bolakayga ko'ringlar. Ulandimi kompyuter? Bo'ldi, hozir kompyuter ulanguncha bu yoqda ishlarni ko'rib turamiz. Zo'r, juda ham emotsiya beradigan, emotsional videolarni tayyorlashibdi ishtirokchilar. Xo'p, bu yoqda gilami bu? Hello there, curious one. Ingliz tilida gapirib qo'yishdi. Hozir sizlarga aynan o'zbek tilida gapirtirishni mana shu darsda sizlarga ko'rsatib beraman. Bu yoqda trend video tayyorlashibdi o'quvchilar, zo'r. Mana hammani ishini ko'rib chiqamiz bir-bir. Hamma qila olibdi muhimi. Ko'rdingiz-a, o'rtoqlar, mana qilish qiyin ish emas. Bemalol qilib o'rganib olsangiz bo'ladi. Tayyormisizlar o'rtoqlar? Bugun gapirish qisqa yetib keldik. Hozir ekran ko'rinayotgan bo'lsa, boshlaymiz. Bu yoqda men o'zim bitta tekshirib olaman, qanaqa ketyapti. Demak, ekran ko'rinyapti hammaga. Bo'ldi, o'rtoqlar, asosiy kastimizga yetib keldik. Sizlar bilan buyumlarni gapirtirishni boshlaymiz. Mana video tayyorlashni o'rgandik, o'rtoqlar. Video tayyorlash uchun logika qanaqa? Rasmni tashlaymiz va unga qanaqa harakat qilishini promptini chiqarishimiz kerak. Hozir rasmlarni gapirtirishimiz uchun ham biz to'g'ridan-to'g'ri prompt yozib gapirtira olmaymiz. Birinchi rasm tayyorlab olishimiz kerak. Ya'ni aynan nimani gapirtirmoqchimiz. Misol uchun men hozir sizlarga bitta tushunarliroq bo'lishi uchun amaliyot tarzida ko'rsatib beraman hozir. Xo'p, bu yoqda bizni misol uchun mana kir mashina bor edi bizda. Kir mashina misol uchun. Yoki Instagramda ko'rgansizlar, kitob bilan Instagramni gapirtirganmiz. Ya'ni shunga o'xshagan istalgan o'zingizdan kelib chiqib, men sizlarga hozir o'rgataman. Siz men o'rgatgan jarayonni o'zingizning mahsulotingiz yoki o'zingizning predmetingizdan kelib chiqib, ortimdan qaytarib o'rganib olasiz. Xo'p, misol uchun mana shuni referens sifatida tashab turaman. Buni sizlarga ham hozir Telegramga tashab qo'yaman. Xo'p, birinchi o'rinda sizlarga shuni Telegramga tashab qo'yay, referens sifatida foydalanishlaringiz uchun. Men bu rasmni ham tashab qo'yaman. Aynan shuni ham sun'iy intellektda tayyorlaganman, ikkalasini ham. Hozir Telegram chatimizga kiraman. Telegram chatimizda sizlarga aynan mana shu rasmni tashab qo'yaman. Hop, fayl formatga yuboraman. Bu rasm nima uchun kerak degan bo'lsak, mana sun'iy intellektga biz referens kiritganimizda u bizni yaxshiroq tushunadi. Ya'ni unga nima xohlayotganimizni tushuntirib berishimiz uchun unga o'shanga o'xshash narsani ko'rsatsak, keyingi ya'ni yozib berayotgan promptlarda o'shandan kelib chiqib, ya'ni adashmasdan, ya'ni bizda xatolik kamroq bo'lishi uchun bu narsani tashladim. Mana sizlarga ikkita o'sha mahsulotni aynan mana shu ko'zi bor, qo'li bor, labi bor holatda tashab qo'ydim. Hozir endi bu yoqqa kiramiz yana. ChatGPT ga kirdik. Rasmimizni tashab oldik. Rasmni tashab olgandan keyin biz birinchi mana o'rtoqlar tushunaylik, bu rasmni gapirtirmoqchi emasman men. Shunga o'xshagan qanaqadir boshqa mahsulotni gapirtirmoqchiman. Misol uchun aytaylik, nimani gapirtirsak bo'ladi hozir. Hop. Telefonni gapirtiray, mayli, telefon. Misol uchun endi bunga telefonni gapirtirmoqchiman. Mana shu rasmni yuklab olgandan keyin nima qilaman? Men xuddi shunga o'xshagan tarzda
og'izlari, ko'zlari bor holatda telefonni rasmini generate qilmoqchiman, ya'ni yasamoqchiman. Generate qilmoqchiman. Nano bananaga moslab ingliz tilida aniq qilib prompt yozib ber. Prompt yozib ber deb yozamiz. Ya'ni siz misol uchun olmani gapirtirmoqchisiz, kimdir choynakni gapirtirmoqchidir, kimdir misol uchun kosmetikani gapirtirmoqchidir. U o'zingizning fantaziyangizdan kelib chiqib, xohlagan narsani qilishingiz mumkin. Prompt yozdirib olamiz. Iloji boricha aniqroq tushuntirish kerak bunga faqat. Mana bizga prompt nano bananaga moslashtirib aynan yozib beryapti. Va bu prompt olganimizdan keyin o'sha kecha o'rgangan saytlarimiz bor-ku, sizlarga 4 ta sayt berdim. Tapno bo'lishi mumkin, Gemini bo'lishi mumkin, xohlagan sayt, ya'ni o'shalar. Gemini'ni o'ziga kirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, buni copyright qilib olamiz. Promptni copyright qilgandan keyin men mana Higgins filtrdan qilib ko'raman sizlarga bitta. Image ga kiramiz. Create image ga bosaman. Siz xohlagan Gemini'ga ham hozir tashab ko'raman qanaqa bo'lishini. Xo'sh, deganda create image mana bu yerda describe turibdi. Comment vini bosib, promptimizni tashab olamiz. Nano Banana Pro ni tanlangan bo'ladi. Bir format, bizga Instagram format kerak, ya'ni bu yerda YouTube format bo'lsinmi, Instagram format bo'lsinmi, o'shani tanlab olamiz. Kachtivasi qanaqa bo'lsin? 4K bo'lsinmi, 2K bo'lsinmi, 1K bo'lsinmi? Va generate bosib qo'yamiz. Bu tayyor bo'lguncha men sizlarga tekin versiyani ko'rsatib boraman. Plusni bosamiz. Plusni bosgandan keyin bu yoqqa misol uchun kecha qanaqa saytdan foydalandik? Tapno da foydalandik, to'g'rimi? Tapno deb yozamiz. Hop, Tapno AI. Kimdir Gemini'dan qilsa ham bo'ladi. Istalgan rasm generatsiya qilingan, kecha o'rgangan saytlarimizdan bemalol foydalanib qilsangiz bo'ladi. Men hozir bunda ro'yxatdan o'tib olaman. Chunki kecha boshqa kompyuterdan ro'yxatdan o'tgandim. Hozir bu yerdan ham ro'yxatdan o'tib olishim kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib olgandan keyin mana shunaqa oyna chiqadi. Create new project bosamiz. Create new project bosganimizdan keyin bizda mana shunaqa oyna chiqib keladi. Va bu yerda biz image, ya'ni nano bananani bosamiz. Nano bananani bosgandan keyin bizga text to video. Bu yerda mana Nano Banana Pro tanlangan turibdi o'zi. Avto bo'lmasin, bizga formati 9 ga 16 bo'lsin. Endi kachtivasi qanaqa bo'lsin? 2K bo'lsinmi, 4K bo'lsinmi, 1K? Bizga 2K normal, hozir yetadi. Va shu yerga prompt yozamiz. Prompt yozganimizdan keyin generate tugmasini bosib qo'yamiz. Xo'p, bu ozgina vaqt oladi. Biz kutib turamiz. Bu yerdagi ham hali tayyor bo'lmagan ekan. Endi ozgina kutamiz, chunki bu yerda Nano Banana aynan hozirgi paytda juda ham ko'p ishlatilayotgan bo'ladi. Shuning uchun kutib turishimiz kerak bo'ladi. Buni telda ham qilsa bo'ladimi? Bemalol telefonda ham qilsangiz bo'ladi. Telefonda qiladigan bo'lsangiz, o'sha Gemini sayt platforma, ya'ni app bor, ya'ni dasturi bor. O'sha dasturga kirib qilsangiz bo'ladi yoki saytga kirib qilasiz. Google dan kirib saytni yozasiz. Misol uchun Gemini sayti bo'lishi mumkin, Tapno sayti bo'lishi mumkin. Istalgan sayt, mana kecha berilgan saytlarni bittasiga kirib tayyorlashingiz mumkin. Faqatgina o'sha Nano bananasi bor bo'lgan saytlardan birini. Xo'p, bizda rasmimiz tayyor bo'lishi uchun ozgina kutib turamiz. Sekinroq, bo'ldi, sekinroq tushuntirishga harakat qilaman. Yana bitta mana rasmimiz tayyor bo'lguncha tushuntirib ketaman. Logika qanaqa? Logika birinchi o'sha reference rasmini tashab olamiz. Xuddi shunga o'xshagan stilda, misol uchun, mana bu suv bo'lishi mumkin. Mana suvni gapirtirmoqchimiz. Mana shu suvni gapirtirmoqchiman yoki aytaylik, telefonni gapirtirmoqchiman yoki kompyuterni gapirtirmoqchiman yoki o'sha tana a'zolari, o'pkani, jigarni, yurakni nimanidir gapirtirmoqchiman deb yozsak bo'ladi. Keyin bizga prompt tashab bergandan keyin bu yoqqa yozdirishimiz kerak. Misol uchun mana bunda mana bunaqa holat qilib chiqarib beribdi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Sekinroqmi? Tez gapiryapman. Bo'ldi, bo'lmasa shunaqa formatda qilamiz. O'rtoqlar, istalgan rasm generatsiya saytida qilsangiz bo'ladi. ChatGPT ni o'zida qilishingiz ham mumkin. Gemini da qilsangiz ham bo'ladi. Grokda qilsangiz, mana bugun sizlar bilan groklarni ko'rib chiqdik-ku. Istalgan sayt. Rasm generatsiya qiladigan istalgan saytda qilsangiz bo'ladi. Bizda mana bo'lsa bunaqa formatda chiqarib beribdi. O'zingizga yoqqan holatini olasiz. Misol uchun menga mana bu yoqdi. Shuning uchun buni hozir skachat qilib olaman. O'rtoqlar, shu joygacha kimda natijalar chiqdi? Kim nimani gapirtirmoqchi? Rasmlarni tashlaylar chatga.
O'xshamagan bo'lsa qayta tushuntirib beraman. Aytinglar. Kimdadir agar tez ketib qolgan bo'lsam, kimdadir o'xshamagan bo'lsa qayta tushuntirib beraman. Shuning uchun chatga tashlaymiz. Kimda nima chiqdi? Xo'p, hozir men chatni ochib olaman. Natijalar. Zo'r, ko'pchilik mana chiqarishibdi. Zo'r. Xo'p, mana atirlarni chiqarishibdi. Bittasi mandarinmi, apelsinmi, qanaqadir mevani chiqarishibdi. Olmani chiqarishibdi, zo'r. Bittasi bananni chiqaribdi. Qayta tushuntiring iltimos. Men yangi hozir qo'shildim. Bo'ldi, o'rtoqlar, muammosi yo'q. Yana bitta sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun bu darsimizda maksimal foyda olishlaring uchun qayta tushuntirib beraman. Faqat diqqat qilamiz, sekinroq tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p. O'rtoqlar, mana misol uchun aytaylik, mana bu bizda kir mashina, ya'ni kir yuvish mashinasini biz referens qilib yukladik. Bu referensni tashladim kanalga ham. Aynan mana shu referensni ChatGPT ga tashlaysiz. ChatGPT ga tashlagandan keyin prompt yozdirib olishimiz kerak bo'ladi. ChatGPT ni o'zida qilsa bo'ladimi? Ha, qilsa bo'ladi. ChatGPT ni o'zida ham muammosi yo'q, qilsangiz bo'ladi. Lekin biz boshqa saytlardan qilish sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Chunki boshqa saytlarda qilganimizda ishimiz osonroq bitadi. Lekin ChatGPT ni formatlari har xil. Shuning uchun bizga formati bor bo'lganligi uchun, men misol uchun Tabnoda bemalol 916 ni ham tanlay olamiz. Shuning uchun bizga ChatGPT 916 format bera olmaydi. Buning formati sal qisqaroq, 3x2 formatda beradi. Shuning uchun ChatGPT dan foydalanmaymiz-da, boshqa saytlardan foydalanamiz. Mana buni referens qilib yukladik. Referens qilib yuklaganimizdan keyin siz aynan qaysi rasmni gapirtirmoqchisiz? Olmami, nokmi, bananmi, mandarinmi, atirmi, istalgan mahsulotni gapirtirasiz. Misol uchun men xuddi shunga o'xshagan qilib, ya'ni referens rasmni, ya'ni yuklab turib ko'rsatyapman. Ya'ni aynan mana shu kir mashinaga o'xshab demoqchiman. Aynan mana shu kir mashinaga o'xshagan holatda og'izlari va ko'zlari bor holatda rasm tayyorlamoqchiman. Aynan misol uchun men bu yoqda aytdim, telefon uchun dedim. Siz istalgan mahsulotingizni aytishingiz mumkin. Generate qilmoqchiman. Shunga moslab turib, ya'ni Nano Banana saytida generatsiya qilishim uchun ingliz tilida prompt yozib ber deb yozasiz. Tushunarli bo'lyapti o'rtoqlar, mana. Rasmni tashlaysiz. Shunga o'xshagan rasm yasamoqchiman. Faqat meni mahsulotim, aytaylik, banan, aytaylik atir. Shu atirni ko'zlari bo'lish kerak, shunga o'xshagan holatda bo'lish kerak. Shunga moslab prompt yozib ber deb yozamiz. Prompt chiqqandan keyin prompt copyright qilamiz. Copyright qilgandan keyin o'sha sizlarga kecha berilgan saytlar, tekin saytlarimiz bor, Tabnoga kiramiz. Kirgandan keyin o'sha promptimizni bu yoqqa tashlaymiz. Promptni tashab generate tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizga variantlarni chiqarib beradi. O'rtoqlar, hammada yaxshi natija chiqqan bo'lsa, endi video chastiga yetib keldik. Videomiz ham ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun video chastiga ham tezroq o'tishimiz kerak. Xo'p, bo'lmasa video chastiga o'tamiz. O'rtoqlar, rasmni yuklab oldik. Rasmni yuklab olgandan keyin endi nima qilamiz? Yana rasm tayyorlab olganimizdan keyin ChatGPT ga kiramiz. ChatGPT ga kirgandan keyin o'sha aynan biz qaysi mahsulotni yuklab oldik. Ya'ni siz olmani yukladingizmi, atir rasmini generate qildingizmi, qaysi rasmni chiqardingiz? Misol uchun bizning holatimizda bu telefon bo'ldi. Telefonni yana ChatGPT ga qaytadan yuklaymiz. Ya'ni o'sha rasmni gapirtirishimiz uchun. Endi bu yoqqa prompt yozamiz. Qanaqa prompt? Nima deb gapirish kerak? Hozir sizlarga buni ham tushuntiraman. Endi mana shu rasmni sekinroq tushuntiraman, tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana shu rasmni VO3 da deylik, 3.1 da, VO3 yoki 3.1 farqi yo'q, uni yozsangiz bo'ladi. VO3 da gapirtirmoqchiman. Xo'p, kamera, misol uchun menda turgan holatda, ya'ni statik bo'lish kerak. Hech qanaqa misol uchun kamera yurib anaqa qilmaslik kerak. Statik bo'lish kerak. Statik bo'lish kerak va telefon emotsiya bilan nima deb gapirishni yozamiz keyin. Bugun ochiq darsda shunaqa videolar tayyorladim. Misol uchun shunaqa gap yozdik. Shunaqa bo'lishi mumkin.
yozdik. Endi gapni yozgandan keyin shunaqa deyish kerak, ya'ni shunaqa deb aytish kerak. Faqat gapirgan gapi, ya'ni mana shu so'zi, gapirgan gapi o'zbek tilida bo'lsin. O'zbek tilida bo'lsin. Umumiy prompt esa, ya'ni umumiy prompt esa ingliz tilida bo'lsin deb yozib olamiz. Ingliz tilida bo'lsin va promptni yozdirib olamiz. O'rtoqlar, mana bu yoqda promptimiz tayyor bo'lguncha, endi biz buni qaysi saytda tayyorlash sizlarga ko'rsatib beraman. Saytimizda bepul foydalansak bo'ladi. Uning uchun, ya'ni o'zingiz emailingizdan kirsangiz bo'ladi. Men hozir boshqa bitta akkauntimga o'tib turaman. Misol uchun, xo'p, bu yoqda Google ga kirasiz. Google ga kirgandan keyin birinchi bo'lib biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha saytni topib olamiz. Sizlarga mana flow deb yozamiz. Flow VO3 deb yozamiz. Mana flow VO3 deb yozganimizda ko'rib turibsiz, bu yoqda har xil sayt chiqib keladi. Artlist chiqib kelishi mumkin, Kling chiqib kelishi mumkin. Chunki mana reklamada qo'ygan, aynan mana shu so'z bilan qidirtirganimizda boshqa saytlar chiqishi mumkin. Bu saytlarga kirib ketmaymiz. Mana sizlarga ozgina ekranni shu yerda to'xtatib turaman. Qaysi saytga kiramiz? Mana bu yoqda Google Labs deb qo'ygan platforma bor, ya'ni https://labs.google.com degan sayt bor. Aynan mana. Kimyoviy element bo'ladi-ku, kimyoviy element fona pushti, ya'ni kimyoviy element turibdi. Hamma ko'ryaptimi? Hop, mana shuni sizlarga screenshot qilib ham tashab qo'yaman hozir. Hop. Screenshot qilib. Bu saytda o'zini linkini tashlaysiz-chi? Saytning linkini tashlagandim, qanaqada? Telegramda tashlangan-ku. Xo'sh. Ekran ochib qolgan yo'q-a? Yo'q. Ketyaptimi? Hozir tashab qo'yaman men Telegramga o'tib. Hozir. Mana o'rtoqlar tashladim Telegramga. Aynan mana shu saytga kirishimiz kerak bo'ladi. Hozir kirish qanaqaligini sizlarga etap-metap tushuntirib beraman, qanday kirishimizni. Xo'p, Google ga kirib olamiz. Mana shu saytni topib olamiz. Shu saytni topib olganimizdan keyin saytning ustiga bosamiz. Saytning ustiga bosganimizda bizda mana shunaqa flowni o'zini oynasi kelib chiqadi. Oynaga kirganimizdan keyin Create with Flow bo'limi bor. Aynan mana shu Create with Flowni ustiga bitta bosamiz. Bu yoqqa bosganimizdan keyin yana bizda mana bunaqa oyna chiqib keladi. Yana biz bu yoqdan Create with Flowni bosamiz. Kimdadir sekinroq, kimdadir tezroq ishlashi mumkin. Bu yoqda mana so'rayapti. Помогайте улучшать инструмент и для творчества. Ya'ni bu yoqda aytayapti, "Я хочу получать marketing", ya'ni sizga har doim qanaqadir silkalar tashab turishimni xohlaysizmi? Yoki qanaqadir nimadirlar bo'ladigan bo'lsa, sizga link tashab turishimni xohlaysizmi deyapti. Agar siz xohlasangiz, buni bosib qo'ysangiz bo'ladi, xohlamasangiz shart emas. Xo'p, daleni bosamiz. Keyin pastga tushyapti. Bu yoqda tanishing bizni siyosatimiz bilan qanaqa narsalar qilsak bo'ladi, qanaqa narsalar qilmasak bo'ladi deyapti. Buni o'qib o'tirishimiz shart emas. Pastga tushib, Продолжить bosib olamiz. Xo'p, Продолжить bosganimizdan keyin mana bu yoqda bizda kirishimiz bilan, emailimiz bilan kirishimizda bizda 100 ta coin beradi. Ya'ni biz bemalol mana shu 100 ta coindan video generate qilishimiz mumkin, boshlanishiga o'rganishimiz uchun. Shuning uchun 100 ta coinni hozir ishlatib qo'ymay turinglar, sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shunaqa oyna chiqdi. Oyna chiqqandan keyin mana bu yoqda Sozdать proyekt bo'limi chiqadi. Sozdать proyekt ustiga bosasiz. Sozdать proyekt ustiga bosganimizda aynan mana shu oyna chiqadi. Ya'ni hozir timeline'da ko'rib turgan oyna chiqadi. Endi mana bu yoqda o'zining har xil funksiyalari bor. Bizga kerak bo'ladigani video po kadram degani bor. Ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, video to image to video bo'ladi. Ya'ni rasmdan videoga aylantirish degani. Video po kadram ustiga bosamiz. Keyin bu yoqda ko'rgan bo'lsangiz mana plus belgisi chiqadi. Plus belgisini ustiga bosamiz. Plus belgisini ustiga bosganimizdan keyin загрузить degan oyna chiqadi. Shu загрузить ustiga bosamiz. Загрузить ustiga bosgandan keyin mana bu yoqda yana sen bizni o'sha kontent siyosatimizga to'g'ri kontentlar qilishing uchun qabul qil biz anaqamiz deyapti. Ya'ni pravilamizga rozimisan deyapti. Принимаю, qabul qilaman deb bosamiz. Keyin qaysi rasmni gapirtirmoqchimiz biz?
Bu yoqda biz tayyorlab qo'ygandik. Mana shu telefonni gapirtirishimiz kerak edi. Endi shu telefonni yuklab olamiz. O'rtoqlar, yana bitta narsa aytib ketay. Mana biz bu yoqda razmer изображения должен быть меньше 20 megabayt. Ya'ni 20 megabaytdan ko'p rasm bo'lsa, seni rasming 20 megabaytdan katta bo'ladigan bo'lsa yuklay olmayman deydi. Shuning uchun biz rasmimizni ozgina kачествосini pasaytirib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun men hozir Telegramga bitta tashlab qayta yuklab yuboraman rasmni. Agar sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, rasmingiz 20 mana bu yoqda o'zi 22 megabayt ekan, shuning uchun yuklamadi. Bu yoqda kачествосini ozgina pasaytirishimiz uchun, kamroq vaqt ketishi uchun hozir Telegramga bitta tashlab qayta yuklab olaman. Xo'p, o'rtoqlar, shu joygacha tushunarli bo'lyaptimi? Ovoz yo'q. Ovoz yo'qmi? Ovoz eshitilyaptimi? Ovoz yo'qmi, o'rtoqlar? Kimda ovoz yo'q, kimda bor? Hammasi joyida, saytga kira oldik deb yozishibdi ko'pchilik. Bo'ldi o'rtoqlar, hamma saytga kira olgan bo'lsa, mana men yana bitta qaytadan sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana Google ga kiramiz. Mana bitta sizlarga yana tushuntirib beraman. Google ga kirib, Flow VO3 deb yozamiz. Flow VO3 deb yozadigan bo'lsak, mana bizda kirishimiz kerak bo'lgan sayt mana sizlarga ko'rsatdim. Google Labs'da o'zining asosiy saytdan kirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Google Labs deb yozib qo'ygan bo'ladi. Fonida o'sha pushti fon turibdi va uni ustida kimyoviy elementni logosi, ya'ni logotip turgan bo'ladi. Buni bosganimizdan keyin mana ustiga bitta bosamiz saytni. Saytga bosganimizda mana bunaqa oyna chiqadi. O'zi Flow'ni kirish qismi bu, ya'ni o'sha saytga kirishimiz uchun bizda mana shu oyna chiqadi. Endi bu yoqqa Create with Flow deb ya'ni bosamiz. Ustiga bitta bosganimizdan keyin biz mana hozir bir marta ro'yxatdan o'tganim uchun keyingi kirganingizda qayta kirib ketaveradi, ya'ni shuning uchun menda hozir avtomatik kirib ketdi yana. Sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, birinchi kirasiz, kirib o'sha qabul qiladiganlarni qabul qilib kirib ketasiz. Keyin mana Sozdат proyekt bo'limiga boshqatdan kiramiz yana. Sozdат proyektga kirgandan keyin bu yoqda mana video po o'zini funksiyalari bor. Video po описание degani matndan videoga aylantirish. Bizga matndan videoga aylantirish kerak emas, videodan, ya'ni rasmdan videoga aylantirish kerak. Shuning uchun mana ikkinchisi turibdi bu yoqda video po kadram. Ya'ni rasmdan videoga aylantirish. Bu nima degani? O'sha qaysi rasmni gapirtirmoqchimiz yoki qaysi rasmni harakatlantirmoqchimiz. Shuning uchun ikkinchisini tanlaymiz, video po kadramni. Video po kadramni tanlaganimizdan keyin mana bu yoqda настройкаlarni ham sizlarga tushuntirib ketaman. Настройкаni ichiga bitta bossak, bu yoqda mana ko'rsatgan gorizontalniy bor, vertikalniy bor. Bu nima degani? Seni videoing, tayyorlamoqchi bo'lgan videoning YouTube formatda bo'ladimi, Instagram formatda bo'ladimi deb tanlayapti. Albatta, biz qilayotgan videoimiz Instagram formatda bo'ladi. Buni bosib qo'yamiz. Buni bosgandan keyin mana bu yoqda rezultat ustiga bosadigan bo'lsak, 1 2 3 4 turibdi. 1 2 3 4 nima degani? Senga bitta prompt berganingda nechta video chiqarib berishi bu. Misol uchun bitta prompt beradigan bo'lsak, bitta video chiqarsinmi, ikkita chiqarsinmi, uchta chiqarsinmi, to'rtta chiqarsinmi? Shu joyda bitta narsaga e'tibor berishlaringni so'rayman. Agar siz bitta chiqishini xohlasangiz, bitta videoingiz uchun 8 sekundlik video uchun 20 ta kredit oladi. O'zi bizda 100 ta kreditimiz bor. Agar biz bu yoqda настройкада agar 4 tani bosib qo'ygan bo'lsak, mana bu yoqda 4 tani bosib qo'ygan bo'lsak, bitta videoga 20 ta oladi va biz bitta generatsiya qilganimiz o'zida 80 ta coinimizni olib qo'yadi. Shuning uchun bitta qilishni maslahat beraman. Aynan mana shu rezultat zaпрос degan joyda biz bittani tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin bu yoqda VO3 fast tanlaymi, quality'ni tanlaymi deyapti. Bu yoqda farqi coinlarda fast tanlaydigan bo'lsak o'sha 20 ta oladi, quality'ni tanlaydigan bo'lsak 100 ta oladi. Bizga bu kerak emas. 100 ta uchun bitta rasm video generatsiya qila olamiz xolos. Shuning uchun VO3 fast versiyasida turadi. Keyin mana bu yoqda plus tugmasi bor. Hammaga ko'rinayotgan bo'lsa, ekranda plus tugmasi bor. Plus tugmasini ustiga bosganimizda загрузить oynasi ochiladi avtomatik. Bu yoqda biz rasmlar yuklashimiz mumkin. PNG, JPEG formatda, istalgan formatda rasmlar yuklashimiz mumkin. Va bu yoqda biz aynan mana shu telefonni tayyorladik-ku. Siz olmani tayyorlagan bo'lsangiz, olmani rasmini yuklang. Kim atrini tayyorlagan bo'lsa, atrin rasmini yuklasa bo'ladi. Aynan mana shu rasmni yuklab olamiz. Endi bu yoqda mana yuklab olishimizda ham so'raydi. YouTube formatda bo'lsinmi
Instagram formatda bo'lsinmi? Agar biz rasmimiz Instagram, lekin tanlayotgan formatimiz YouTube bo'ladigan bo'lsa, yonini mana shunga o'xshatib qoraytirib qo'yadi. Shuning uchun biz bu yoqda Instagram formatda bo'lsin deb o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana o'z Instagram formatiga o'zgartirdik. Mana shunaqa bizda format chiqdi. Keyin bu yoqda kadrировать и сохранить tugmasini bosamiz. Buni bosganimizdan keyin bizda o'sha rasmimiz bu oynaga qo'shiladi, ya'ni aynan shu timeline'ga. Qancha limiti bor flowni email, ya'ni yangi emaildan kirganingizda 100 ta coin beradi. Agar sizda 3-4 ta email bo'ladigan bo'lsa, 3-4 ta 300 ta coin degani. O'rtoqlar, mana rasmni yuklab oldik. Rasmni yuklab olgandan keyin biz boya ChatGPT da yozgan promptimiz bor edi. Esingizda bo'lsa, xo'p, ChatGPT ga kiramiz hozir. Mana ChatGPT da prompt yozgandik biz. Xo'p, bitta tekshirib olaman promptni. O'zbek tilida yozgan gapini bitta ko'rib olamiz. Xo'p, endi yozilgan promptni copyright qilib olamiz. Boya rasmda ishlatdik-ku, xuddi shunga o'xshagan narsa prompt yozdirib olganimizdan keyin uni copyright qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda copyright qilib olamiz. Copyright qilib olganimizdan keyin o'sha flowga o'tamiz yana. Endi bu yoqda mana shu joyda ozgina sekinlashaman, chunki siz copyright qilib flowga o'tishingiz uchun ozgina vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun sekinroq tushuntirishga harakat qilaman. Chunki hamma hozir mana shu jarayonni tugatganimizdan keyin o'zini videolarini tashlashi kerak. Albatta bu sizni rezultatingiz, sizni natijangiz uchun. Shu ochiq darsga shuni o'rganaman deb kirdingiz va albatta shuni o'rgana olishingiz kerak va buni hozir ochiq darsda o'tirgan hamma qila olishi kerak. Beraman prompt. Hozir bitta tashlab olay. O'zim chiqarib olay, keyin aniq qilaman. Prompt tashlaymiz bu yoqqa. Shu joygacha kimda tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'lyaptimi? Menda inglizcha bo'lyapti-ku, o'zbekchaga o'giramizmi? O'shaning uchun prompt yozayotganda unga aytishimiz kerak, faqatgina o'sha biz gapirgan joyi o'zbek tilida bo'lsin degan jumlani qo'shib ketishimiz kerak. Rasmni qaysi ilovada qilinadi? Men endi kirdim. Rasmni xohlagan ilova, ChatGPT ni o'zida qilsangiz ham bo'ladi, Grokda qilsangiz ham bo'ladi, istalgan ilovalarda qilsangiz bo'ladi, Gemini da qilsangiz bo'ladi. Uni farqi yo'q. Rasmni qaysi saytda qilish. Endi bu tayyor bo'lguncha ozgina kutishimiz kerak. Tayyor bo'lguncha o'rtada sizlarga yana bitta mohiyatni tushuntirib o'tib ketaman. Yangi kirganlar yana bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana nima qilamiz? Birinchi, o'sha reference rasmini tashlaymiz. Reference rasmimiz qaysi rasmni gapirtirmoqchimiz? Olmami, nokmi, telefonmi, xohlagan narsangiz, o'zingiz tayyorlagan rasmingiz. O'sha rasmni gapirtirish uchun birinchi yozamiz. Endi mana shu rasmni VO3 da gapirtirmoqchiman. Kamera qanaqa bo'lsin, kamera harakatda bo'lsinmi, uzoqda bo'lsinmi, uni o'zingizdan kelib chiqib, ideyangizdan kelib chiqib yozsangiz bo'ladi. Qanaqa holatda gapirsin, emotsiya, kulib gapirsinmi yoki qovog'ini solib gapirsinmi, o'shani yozasiz. Nima deb gapirsin? Misol uchun biz hozir aytdik, bugun ochiq darsda shunaqa videolar tayyorladim degan gapni gapirishini aytdik. Keyin uni aytamiz, nima? Promptda bu yoqda muhim joyi shunaqa deb aytish kerak, faqat gapirgan gapini o'zi o'zbek tilida bo'lsin. Umumiy prompt ingliz tilida bo'lsin, chunki VO ingliz tilidagi promptlarni qabul qiladi. Xo'p, mana bizda natija tayyor bo'libdi. Hozir bular buni ko'ramiz. Ravon olqo'ysa urakrasiyarna. Bugun ochiq darsda shunaqa videolar tayyorladim. Hozir yana bitta ko'ramiz. Olqo'ysa urakrasiyarna. Bugun ochiq darsda shunaqa videolar tayyorladim. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'rtoqlar, mana boshida boshqa so'zlarni qo'shib yuborgan. Bu nima uchun qo'shadi? Videoda bitta narsa bor. Siz prompt yozasiz-ku, misol uchun qanaqadir gap gapiradi. Agar o'sha 8 sekund, chunki bu bitta generatsiya qilganda 8 sekund video chiqarib bera oladi xolos. Agar 8 sekunddan kam bo'lib qoladigan bo'lsa, gapingiz misol uchun so'zingiz 3 ta yoki 4 ta bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zidan o'zi bitta holatda qo'shimcha qo'shib yuborish mumkin yoki uni qo'shiq qilib aytib yuboradi.
VO'ga shunaqa narsa bor. Chunki u 8 sekundga cho'zadi sizni bitta gapingizni. Misol uchun 4 ta so'zingizni 8 sekundga cho'zadi. Shuning uchun o'sha jumlani ham inobatga olishingiz kerak. Jumlada imkon darajasida 8 sekundga sig'adigan gaplar bo'lishi kerak. Endi hozir xato chiqdi, ya'ni xato chiqqanda nima qilish kerak? Shuni bitta ko'rsatib ketaman. Xo'p, bu videomiz xato chiqdi. Endi yana qaytadan ChatGPT ga kiramiz. ChatGPT da mana o'sha oynamiz ochiq. Boya gaplashdik, oynamiz ochiq. Bu yoqda promptlarimiz tayyor, tepada istoriya saqlanib qolgan bizda. Biz faqatgina gapirmoqchi bo'lgan gapini o'zgartirsak bo'ldi. Xo'p, buni copyright qolaman-da. Endi 8 sekundga sig'dirishim kerak. Tayyorladim. Bugun ochiq darsda shunaqa videolar tayyorladim. Va bu videolar hammaga qiziq bo'ldi. Xo'p, qiziq bo'ldi. Shu gapni gapirsin. Promptni qayta professional tarzda yozib ber. Agar sizda ham shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, bemalol prompt qaytadan yozdirsangiz bo'ladi. ChatGPT da bizni istoriyamiz saqlanib qolgan bo'ladi. Aynan o'sha istoriya saqlangan holatda bu yoqda qaytadan prompt yozdirib olishimiz mumkin. Hozir bu tayyor bo'lgandan keyin sizga promptni ham tashab qo'yaman. Mana prompt yozdirib oldik. Prompt yozdirib olgandan keyin yana buni copyright qilib olamiz. Copyright qilib olganimizdan keyin yana o'sha flow bordi-ku boya Google dan o'tgan joyimizga. Endi buni qayta generatsiya qilishim uchun yana plyusni bosib, rasmni yuklab, yana qaytadan qilishim kerakmi? Yo'q, unaqa qilishimiz shart emas. Mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana bu yerda generate повторно, ya'ni qaytadan generatsiya qilish bosqichi bor. Aynan shuni ustiga bitta bosamiz. Bosganimizdan keyin faqat mana prompt o'zini o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Bu yoqda command ya'ni kimdir hamma promptni bittada olib o'chirib yuborasiz. O'chirib yuborganingizdan keyin yangi prompt tashlaysiz. Xo'p, o'rtoqlar tushunmay qolyapman deb tushuntirishdi. Hozir yana qayta bitta tushuntirib beraman. Buni generate ga bosib qo'yganimdan keyin. Xo'p, o'rtoqlar mana qanaqa? Kim qaysi joyda tushunmay qoldi? Prompt yozishdami yoki qayerda tushunarsiz bo'lyapti? O'sha ko'pchilikda chiqyapti-kan natijalar, hozir natijalar bilan ham bo'lishyapti. Xo'p, men bitta ko'rib chiqaman hozir telefonda. Men qizilchaman. Menda Tayyorlagan videolarni Instagramga qo'yishadi. Ha, o'rtoqlar, bitta narsani eslatib o'taman. O'tgan darsda esimdan chiqib qolibdi. Aynan mana shu darsdan olgan bilimlaringizdan foydalanib, qilgan ishlaringizni Instagramga atmetga qilib keting. Men ularni hammasini ko'rib, qilgan ishlarni yana bir bor ko'rib chiqaman, aynan Instagramda ham. Yaxshi chiqqan videolarni o'zimning storiyamga ham repost qilib qo'yaman. Shuni ham aytib qo'yay. Kimda video zo'r chiqadigan bo'lsa, aynan o'sha videolarni istoriyaga ham qo'yaman. Orqasida kirib topshirib. Men istoriyamga qo'yganimda, misol uchun hozir menda tadbirkorlar kuzatadi, soha ekspertlari, soha mutaxassislari kuzatadi. Ko'p o'zingiz uchun ya'ni ish jalb qilishingiz, mijoz jalb qilishingiz ham mumkin. Shuning uchun imkon darajasida professional yondashib, ishlarni qilib, atmetga qilasiz va men qo'yaman. Meni ishimdan ko'rib, sizga mijoz borishi ham mumkin. Shu tarafni ham hisobga olib, o'shaning uchun professional ish qilib qo'yishga harakat qiling. Mana o'rtoqlar, bizda natija chiqdi. Bugun ochiq darsda shunaqa videolar tayyorladim va bu videolar hammaga qiziq bo'ldi. O'rtoqlar, mana natijani ko'rdingiz. Bu natijani endi sizda qanaqa natija chiqdi? Hozir hamma kimda natija chiqqan bo'lsa tashlasin, bitta ko'ramiz.